Assalomu alaykum. Og'aylar. Mani qizim tug'ilgan kuniga tort oldik. Xursand bo'lsam, soat 12 bo'lishini kutyapmiz. 1 bo'lishini, 12 bo'lishini. To'rtga kirish munosabati bilan bunaqa 4 raqam oldik. 4 raqam qo'ydik. Shamchalar bizga hisob tushisham yaxshidir. Xudo olsa qolganini ko'ramiz-da. Belanni olasan chiroy. Tort demoqda. Bunaqa chiroy torta oldik. Katta Qo'rg'onni tortidan ekan maqtadi. Mana biza uncha tortib yurmaganmiz. Bismillahirrohmanirrohim deb qadakda chiroy shamchalar berdi. Zo'r sham deb. Qanday qadash bilmayman, lekin qadayman. Yonida qadasan. Endi o'g'illar yomon anaqa qilmaysiz. Endi bundan keyincha shamlarni qadab chiqaman. Maqtadi endi ular qanchalik. To'rt buzib qo'ymasam bo'ladi. Qishloqdamiz. Endi buni ko'chiramiz. Oldim men. Bo'ladimi shu? Ularga qizimni xursand qilishga harakat qilamiz mana. O'g'il qanday? Chotkami? Telefon olib kelaman.